Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz uzum shinavandalari. Bugun 5-may kuni 2025-yil. Sizlar bilan biz Qo'qon shahrida, mana hovlimda uzumlarimizni oldida biz inshaalloh ko'pchilik qadrdonlarda iltimosi, talabiga binoan demak shu bugungacha har xil usulda bajarilgan uzum ulamalarini bir amaliyot natijalari bilan tanishtirishni niyat qildim. Bismillah. Mana bu yerdan boshlasak, mana 6-aprel kuni ulangan, demak birinchi ko'kka ko'k ulamalarim. Mana shu xudo xolasa hozirgi kundagi natijasi. Mana ulama joyi. Ikkinchisi bu ham xuddi shu bo'lishi kerak. Yozuvlari qani? Yozuvi ham o'chib ketibdi. Demak, yomg'irlar, quyoshlar ana shuni oldini olish maqsadida o'sha haligi nima deydi, hozirgi energetik har xil tunuka alyumin idishlar bor. O'shalardan belgi yasashni bir ko'rsatgandim, videolarimda playlistimda bor. Ko'rsalaring, o'sha juda qulay narsa. Xo'p, ikkinchisi ham bu ham Zevs omon. Baribir yo kechirasizlar. Bananas ekan. Bu yerda bir yozuvini mana bananas ekan. Xo'p, ana kurteklar bular yaxshi rivojlanadi. Mana bu yerda payvanddagi kurteklarni endi vaqti bilan olib tashab turamiz mana. Qani mana bu yerda mana ko'rib turibsizlar, mana shu kurteklarga yo'l bermasak, bor kuchimiz mana bananasimiz ketyapti. Hattoki mana bu yerda kichkinagina bir meva ham berish niyati bor. Bu birinchi 6-apreldagi ulama. Mana bu azizlar, mana Taldon 18-chi. Bu aprel bu. Noto'g'ri yozib qo'yibman, iyun qilib. Mana bu kichkinagina xudo xolasa bu ham ketyapti. Hop, halinde demak sizlarga ko'kka ko'k ulamani ko'rsatdim, lekin o'shandan ham oldin mana 6-aprel kuni misol uchun Aziya qora qalamli ko'k novdagi ulama qilganman. Mana xudo xolasa mana bu yerdan ketyapti. Ketib salkam mana 30 cm novda bo'ldi. Endi bu ham balki mana bu yerda o'ncha chiqarish niyati bor. Nazarimda bir nishona berishga harakat qilyapti shekilli. Xo'p, mana bu yerda mana Taldonimiz. Bu ham xudo xolasa xuddi shu 6-aprel kuni ulangan ko'k novdagi, suvli holatdagi ko'k novdagi. Buni videosini qisqa qilib chiqargan edim. Tajriba natijalaridir. Yana bir marta ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu endi to'la qonli mana xudo xohlasa qora novdadan 2 tadan uzum voshi tashadi, o'nchasini. Ulama amaliyotini yana savol berilyapti. Shu bugunda kech qolmadikmi, qilsak bo'ladimi degan. Mana marhamat do'stlar, Ratatoy. Kecha 4-may edi. 4-may kuni bajarilgan ulama. Bu bitta. Xo'p, yana mana bu yerda mana Ratatoy yana. Bu ham 4-may. Buni natijalarini hozir ko'rsata olmayman, albatta ichimizda bir hafta vaqt o'tishi kerak, 1 hafta 10 kun xudo xolasa, lekin aytmoqchimanki, mana bu ham o'tdi shunaqa 4-may. Bugun ham hozir ham mana bomdoddan keyin xudo xolasa eng chiroyli mahal bismillohni deb Allohning nomi bilan madad so'ragan holatda har qanaqa amaliyotda bajarsangiz bo'laveradi. Inshaalloh Alloh qo'llab-quvvatlasa hech narsa emas ekan. Video kimga manfaatli bo'lgan bo'lsa, videomizga kichkinagina bir like-chani bosib qo'yinglar. Demak, obuna bo'lmaganlar kanalga obuna bo'linglar. Inshaalloh yangiliklardan bahor turasizlar. Yangi hafta, yangi kunimiz hammaga xayrli, barakotli kelsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.